Bugun o'zimga bitta qaror qildim. Ya'ni 30 kun davomida mana shu zararli odatlardan qutulishni, ya'ni intizomli bir reja asosida, masalan, bir kunda nechta ish, vazifa bajarilishi va reja asosida faqat mana shu 30 kun, ya'ni 26 dekabrdan 26 yanvargacha Xudo xolasa o'zimni zararli odatlarimni tashlab, faqat foydali tomonga o'zgarmoqchiman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ismim Diyorbek Muxtorov. 1,5 yil atrofidan beri blog yurg'izaman. Hozirgi kunda talabaman. Xo'p, ya'ni wake up, ya'ni uyg'onish degan loyiha boshlamoqchiman. Ya'ni nima qilmoqchiman? Wake up degan kundalik qildim. Ya'ni bu sizlarga ham, o'zimga ham foyda keltiradi degan umiddaman. Xo'p, bu wake up loyihasining maqsadi nima? Ya'ni man har kuni yoki mana shu paytgacha 21 yoshgacha kirgan bo'lsam, biror marta bunaqa intizomli bo'lganim yo'q. Birorta ish qilsam har doim chala qolib ketadi. Kech paytlar soat 11-12 qilib, 11-12 qilayotgandan uxlashdan 1 soat yo 1,5 soat oldin telefon o'ynab, to'g'risi foydali narsa qilganim yo'q. Birorta ishga fokusim yo'q. Bir fokusda, masalan, birorta ishga fokus qaratmoqchi bo'lsam, kamida 5-10 daqiqa fokus ajratolaman xolos. Undan keyin chalg'ib qolaman darrov. Xo'p, ijtimoiy tarmoqlarga juda ham ko'p befoyda, ya'ni foydasiz videolarni ko'rib, haftasiga kerak bo'lsa 48-50 soat, undan ham ko'p vaqtlar o'tib ketyapti. Ya'ni bu ijtimoiy tarmoqlar degani kuniga Instagramda kamida 2 soat, 3 soat vaqtimiz, Telegram, YouTube'larga, ya'ni befoyda narsalarga vaqtimiz o'tib ketyapti. O'shaning uchun bu narsani o'zimdan qilmoqchiman. O'xshasam, o'xshamasam baribir qilaman. Chunki maqsad intizomli bo'lish bu yerdagi rejalarga amal qilish. Ya'ni maqsadga erishish uchun avvalambor har doim nima ish qilishingizdan qat'iy nazar birinchi o'rinda reja bo'lishi kerak. Reja bo'lmasa, siz masalan nima ish qilishingizni bilmaysiz. Nima ish qilishingizdan qat'iy nazar birinchi o'rinda reja, har doim reja degan narsa bo'ladi. O'shaning uchun mana shu rejani, 30 kunlik rejani o'zimga tuzib, Xudo xolasa, agar sizlar ham qatnashmoqchi bo'lsanglar, bemalol qatnashinglar. Ana endi sizlar bilan mana shu kundalik haqida gaplashmoqchimiz. Ya'ni bu kundalikda nimalar bor? Mana shu kundalik orqali-ku bemalol siz ham 30 kun ichida o'zingizni intizomli odam qila olasiz. Nimaga? Chunki men garantiya beraman. Mana shuni ichidagi narsalarni hammasini amalda qilsangiz, hammasi o'xshab ketadi. To'g'ri, bu ishni o'zim ham qilmaganman, lekin qilaman. Ertadan boshlab Xudo xolasa qilaman. Bugun kontentlarni sizlar uchun, mana shu proyektni boshlaganimiz uchun sizlarga oldindan mana va'da beryapman. Bizni Wake Up Xudo xolasa kundaligimizni muallifi o'zimman. Buni o'zim tayyorlaganman. Hech qanaqa avtorskisi boshqa joydan unday o'g'irlaganim yo'q. Hammasini mana ko'rib turibsizlar, o'zim tayyorlaganman. Xo'sh, bizning ijtimoiy tarmoqlarimiz bor. Muxtorov Diyor Telegram va Instagram kanallariga obuna bo'linglar. Xudo xolasa YouTube kanalimizni ham boshladik. Wake Up 0812 desanglar bizning Instagram profilimiz chiqadi. Asosiy o'shanda har kuni videolar, birinchi kun, ikkinchi kun va uchinchi kunlar qanday o'tayotganini bemalol ko'rishlari mumkin. Xo'p, endi sizlarga kundalik haqida aytmoqchiman. Nega aynan wake up, ya'ni wake up'da uyg'on degan ma'nosi, ingliz tilidagi ma'nosi uyg'on. Menda bu nom qayerdan keldi deb o'ylashlari mumkin. Hali bir baqirib gapiradigan nima bor edi. Hali sportsmen bola bor edi, videosini bu tarafga qo'yaman. Wake up! Wake up! Wake up! You're getting comfortable! Comfortability kills dreams! So get up and go get those games! Shu gapi yoqib qoldi. Wake up, get up, ya'ni uyg'on degan ma'noni anglatadi. O'shaning uchun mana shu wake up deb qo'ydim. Ya'ni bu yerda kundalikda boshida mana shu kachok bo'lsa, endi bu asosan bu men, ya'ni mana shu 30 kun ichida Xudo xolasa mana shu darajaga kelaman degan maqsadda qo'yganman. Xo'p, bu yerda mana shu intizom kundaligi orqali o'zingizni tanab bo'lmaydigan darajada o'zgartiring. Mana endi xo'p, birinchi betidan boshlamoqchi bo'lsak, ya'ni tanishtiraman. Hammamizga mashhur bo'lgan bir gap bor. Bu ko'pchilik hali mashinalarda orqasiga qo'yishadi. Orzular orzuligicha qolmaydi, yurak urib tursa bas degan gap bor. Agar ko'rgan bo'lsanglar, endi o'shanga bitta atvet qilganman.
Orzular orzuligicha qoladi, harakat nolga teng bo'lsa. Endi mana shu gap yoqadi, o'zimga qo'ydim. Xo'p, bu yerda mana kundalik boshlandi. Birinchi o'rinda avval va keyin 1-kun va 30-kun deb mana shu suratlarni qo'yganman. Boshidagi kundalikni boshiga o'zimga va'da beraman. Ya'ni bu ishni boshlash uchun o'zimga va'da beraman. Ya'ni mana shu 1 oy ichida qaysi ishlarni qilaman, qaysi zararli odatlarimdan kechaman. Mana shu haqida o'zingizga o'zingiz va'da berasiz. Xo'p, bu bo'ldi. Keyin bitta ikkita rasm qo'ygan sababi, mana yerda endi odam zoti borki, har narsaga bahona qiladi. Ya'ni bu yerda bugun kayfiyatim yo'q, dushanbadan boshlayman, hali vaqtim bor, odamlar nima deydi, shunga o'xshagan gaplar. Va bu yerda endi hozir boshla degan ma'nolarni anglatadi. Xo'p. Bu yerda endi kundalik maqsadi yozib qo'yilgan. Kundalik maqsadi nima? Xo'p, hayotingizni tartibga solish. Masalan, har bir tartibga solish uchun, rul bo'yi narsani ish qilish uchun reja kerak har doim. Xo'p, ikkinchisi intizomni odatga aylantirish. Intizomli bo'lish uchun o'sha odatlaringizni, zararli odatlaringizdan kechib foydali odatlarga o'tish hisoblanadi. Har kuni kamida 1% yaxshilash. Masalan, toma ko'l bo'lar degan gap bor. Masalan, har kuni masalan bitta bir bet kitob o'qiydigan bo'lsangiz, har kun mana shu narsa refleks bo'lib qolsa, bu degani mana shu narsaga odat bo'lib qoladi degani. Masalan, ertalab turib, har bir inson zoti borki, ertalab turib yuz qo'lini yuvadi. Bu chunki unga kerak. Bu narsa unga refleks bo'lib qolgan. Xuddi shunga o'xshab, masalan, birorta kitob o'qish yoki ertalab turib yurish, 10 ming qadam yurish, 2 litr suv ichish, mana shunga o'xshab refleks qilsa, mana shu har kuni 1% yaxshilash bo'ladi. Xo'p, o'zingizni aldashni to'xtatasiz va dangasalikdan qutulasiz. Ya'ni aytyapman-ku, har bir ishda reja bo'lsa, dangasalik ham ish ham zo'r bo'ladi. Xo'p, bitta tavsiya etilgan, endi bu o'zim ko'radigan YouTube kanallari bor. Masalan, Davrorbek Turdiyev, Teacher Azam, shunga o'xshash foydali nimalar, YouTube kanallari bor. Xo'p, bu yerda mana 30 kunlik yangi odat debdi. Bitta 30 kun bor. 30 kunda xo'p, 30 kunda yangi odat. Ya'ni qanaqa odat? Masalan, siz har kun kitob o'qimoqchisiz yoki har kun yugurmoqchisiz demoqchi bo'lsak, ya'ni nima qilasiz? Mana yerda odat nomini yozasiz. Masalan, har kuni 10 ming qadam yurish. Xo'p, ketdi. 1-kun 10 ming qadam yurdingiz, bo'yab qo'yasiz. 2-kun 10 ming qadam yurdingiz, yana bo'yab ketasiz. Yurmagan kuningizni bo'yamaysiz. O'shaning uchun bunday qaraysiz. Hammasi bo'yalganmi? Demak, mana shu odat sizga shakllantirishni boshlaydi. Farqi yo'q, qanaqa odat bo'lishidan qat'iy nazar, bu prosta misol sifatida aytdim. O'shaning uchun, masalan, 30 kunda yangi odat, birorta odatni shakllantirmoqchi bo'lsangiz, xuddi mana shunaqa jadvaldan to'ldiring. Bu kitobimizda 3 ta bundaqa jadvaldan bor va bizda boshlandi mana 1-kun. 1-kun, ya'ni eng yaxshi kun bugun. Har bir ishni boshlash uchun hozirdan, bugundan boshlash kerak. O'xshasam, o'xshamasam. O'xshasa bu yaxshilikka, o'xshamasa xatolaringizdan o'rganasiz bu narsani. Xo'p, bitta ketdi. Men eng kamida 10 ta kunlik vazifani yozib qo'yganman. Mana shu yerda 10 ta joy bor. Yozasiz. Endi u masalan o'ziga bog'liq. Masalan, ertalab soat 5 da turish, ibodatlarni qilish, kitob o'qish, darsliklar qilish, qanaqadir ishlar bo'lsa o'shalarni qilish. Xolos 10 ta kunlik vazifangizni yozasiz. 10 tami, 5 tami farqi yo'q. Endi men eng kam xolos kundaligimiz mana shu hisoblanadi. Xo'p, ya'ni kundalik haqida yana batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsalar, bemalol Telegramdan yozishlaring mumkin. Pastga qo'yaman, chunki videomiz uzun bo'lib ketdi. O'shaning uchun sizlarga Telegramdan javob berganim mumkin. Mana Telegramimiz va Instagramimiz.